Bugun 18-may kuni Kaliforniya shtatining San-Diego shahridagi islom markazida butun okrugdagi eng katta masjidlardan birida otishma sodir bo'lgan. 3 kishi qo'riqchi va 2 masjiddagi maktab xodimi halok bo'lgani, jinoyatni sodir etgan 17 va 19 yoshli ikkala gumonlanuvchi ham o'zlariga o'q uzib, o'z jonlariga qasd qilib halok bo'lishgani aytilgan. Voqealar ketma-ketligi qanday bo'lgan? Ertalab soat taxminan 9:40lar atrofida bir ayol 911 favqulodda xizmatlar raqamiga qo'ng'iroq qilib, o'g'li bedarak yo'qolgani haqida xabar beradi va o'g'lidan xat topgani haqida aytadi. Uyda saqlanuvchi qurollar va mashina ham yo'qolgandi. Soat 11:40larda esa San-Diegodagi islom markaziga o'q uziladi. 4 daqiqadan so'ng ofitserlar yetib kelishganda, tashqarida allaqachon 3 inson halok bo'lganini ko'rishadi. Soat 12:40larga kelib, voqea joyi to'liq nazoratga olinadi. Soat 13:10larda esa ikkala gumondor ham mashinada bir necha blok narida o'lik holda topilganda, tahdid butunlay bartaraf etilgani haqida politsiya xabar beradi. San-Diegoda terror hujumiga uchragan masjid shahardagi eng katta masjid hisoblanadi. Masjid hududida maxsus maktab ham faoliyat olib boradi. Ikki hujumchilar esa avtomatik qurol bilan qurollanishgandi. Voqea joyiga yuzlab politsiya xodimlari jalb qilinadi. Masjid maktabidan esa barcha bolalar xavfsiz joyga ko'chiriladi. Politsiyaga ko'ra, bu nafratga asoslangan, oldindan rejalangan jinoyat sifatida o'rganilmoqda. Gumondorlarning yozishmalarida shu kabi islomga qarshi nafrat ritorikasini ifodalovchi yozishmalar topilgan. Hujumchilardan biri uyidan qurol olib chiqqan va uyida ayni islomga nafrat ifodasidagi xat qoldirgani aytiladi. Hujum voqealari xavfsizlik kameralarida saqlangani va Federal qidiruv byurosi hozirda to'liq masalaga aralashgani aytilmoqda. Politsiyaga ko'ra, halok bo'lgan masjid qo'riqchisi, ya'ni xavfsizlik xodimi hujumning kengroq va ko'proq qurbonlar bo'lishi oldini olgan. Aks holda qurbonlar anchayin ko'proq bo'lishi mumkinligi ta'kidlangan. Urushlar avj olayotgan, insonlar, guruhlar, millatlar va davlatlar bir-biriga qarshi qo'yilib, nafrat oshib, ayni nafrat asosida jinoyat va qotilliklar ko'payib borayotgan bir vaqtda islamofobiyaga olov qilayotgan mutaassiblar ham ko'payib bormoqda. Avvalambor holat terrorchilik deb baholanishi va islamofobiya asosida islom va musulmonlarga qarshi qaratilgan, oldindan rejalangan va uyushtirilgan ekanligini doimiy takrorlanishi zarur. Undan tashqari bunday harakatlarni qo'llovchi millatchi yoki diniy oqimlar ham bir ovozdan tanqidga olinishi va tergovlarga jalb qilinishi zarur. Yahudiylarga qarshi nafrat jinoyatlari birinchi daqiqalardan terrorizm deb tasniflanadi. Xristianlarga qarshi jinoyatlar esa immigratsiyaga chaqiriqlar, irqchilik va oq tanlilar hukmronligi marshlariga ulanib ketadi. Islom va musulmonlarga qaratilgan bu kabi harakatlar ham doimiy takror islamofobiya ekanligi. Insonlarning joniga ayni shu kabi tahdid qilish va o'ldirish esa terrorizm, ayni bir guruhlarni qo'rquv ostida ushlashga urinish deb o'z nomi bilan atalishi shart. Bu haqida ko'proq gapirib, muhokama qilishni, izoh yozishni, ulashishni va qayta nashr qilishni unutmang.